Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs kanal do'stlar. Bugungi videorolikimiz qadam yurib pul ishlash haqida bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik kutayotgan video O'zbekiston ilovasi Ecofol fuqaro ilovasi haqida gaplashib o'tib ketamiz do'stlar. Ya'ni bugun qanday qilib ro'yxatga o'tish va qanday qilib ishlanishlari, qanday bo'limlari bor va to'lov tizimi ishga tushganmi, to'lov tizimlari mavjudmi, qanday holatda bo'ladi, bu haqida video davomida bilib olasizlar do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obunani bosib qo'yishni unutmanglar, chunki sizlar qilayotgan shunga o'xshash foydali va content maker videolar albatta bizning kanaldan topishingiz mumkin do'stlar. Demak, ko'p kuttirmayman, unda men videoni boshlayman. Xo'p, ilovani biz Play Market orqali yuklab olamiz. Play Marketda siz yozsangiz chiqmaydi. Sababi razработчиклар yoki olib tashlagan qidiruvda vaqtincha yokida Play Marketda o'zi olib tashlagan. Ya'ni ilova chiqish bilan juda ko'p odam yuklagan va uning ustiga mana bu yerda reyting pasayib ketgan bo'lsa, ko'p iliq fikrlar bo'lmagan bo'lsa, mana shunaqa globaldan chiqarmaydigan qilib qo'yadi, ya'ni. Bu narsa nimadan bo'lib kelib chiqadi? Mana shunaqa yulduzchalar bunga ahamiyat bermasa, chunki ilova juda ham tez chiqarib qo'ydi. Ya'ni to'liq ishga tushirmasdan Play Market platformasiga shu ilovani chiqarib qo'ydi, Play Market App Store. Shuni hisobiga Instagramda odamlar buni shu reklama qilib, shu ilova chiqdi, to'layapti, mana bunday qilyapti deb, keyin odamlar kirgandan so'ng esa bu yerda o'sha ro'yxatga o'ta olmagan, birinchi paytda ro'yxatga o'tish qiyin bo'lgan, ilova to'liq ishga tushmagan. Mana bu endi asta-sekin ilova to'liq ishga tushib, asta-sekin o'sha tepada bildirish tomonlar hamma narsasi ishlashni boshlagan. No mayli, sizlar bu yerda qanday yuklab olamiz desanglar, ilovani men havolasini mana bu yerdagi ulanish havolasini men kooperatsiya qilib qo'yib video описаниесiga qoldirib o'tib video описаниесida havolasi bo'ladi. O'sha havolasiga bosib, sizlar ham avtomatik ancha diplomatik joyga kirasizlar. Avtomatik bu yerdan yuklab olasizlar. Ecomedia markasi tomonidan, davlat muassasasi tomonidan ishlab chiqarilgan ilova. Xo'p, buni endi yuklab olasizlar. Yuklab olganingizdan so'ng esa bu yerda ochish bo'limiga kirasizlar. Ochish bo'limiga kirganingizdan so'ng esa sizda ilovalar mana shu yerdan so'raydi. Boshlash bo'lsa, keyin One ID orqali kirish kerak deydi. One ID siz 16 yoshdan katta bo'lishingiz kerak va nomingizdan nomerdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Aks holda sizda ilovaga kirgizmaydi. Bu faqat One ID ilovasi orqali kira olasizlar. Chunki bu narsa nima uchun? Odamlarni shaxsini tasdiqlash uchun, haqiqatan shu odam kirib yuryaptimi, to'g'risida shunaqa narsalar qilish uchun, agar oddiy nomerdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, juda ko'p odamlar 5-6 ta akkaunt ochib tashardi. Shu sababli mana shunday holatda qilibdi. Ilova ko'proq muddat ishlash uchun, to'lovlarni amalga oshirish uchun yaxshi ideya qilibdi. Xo'p, agar siz 15 yoshdan kichiklar ham bor, bu videolarimizni ko'radi, 16 yosh kichkinalar, pasport olmaganlar, ota-onangiz nomiga ro'yxatga o'tsanglar bo'ladi, onangizdan ro'yxatga o'tkazib, avtomatik ilovaga kirgizsanglar bo'ladi. Problema bo'lmaydi hech qanaqasiga. Xo'p, bu ilovada men ro'yxatga o'taman va hammasi to'liq tanishib chiqib, sizlar haqida video qilib chiqaraman. Men o'zim nomimdan o'tmayman, onam nomidan o'taman, chunki men allaqachon aloqat yoshi yetganman, pasport hammasi bor, lekin nomimda hali sim karta yo'q. Shu sababli onam nomidan ro'yxatga o'tib, videoni davom etaman. Xo'p, bundan tashqari, kommunikatsiya ro'yxatga o'tish ko'pchilik ham bilmaydi. Ustiga bossanglar, mana yerda kimdirlar akkaunt ochib qo'ygan bo'lsa, bu yerga loginingizni kiritasizlar yoki telefon orqali ro'yxatdan o'tib ketasizlar. Yokida agar siz bu ro'yxatga o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatga o'tish bo'limini bossanglar, mana bu yerda men hammasiga roziman bosib, ro'yxatga o'tish bosasizlar va bu yerda standartni tavsiya beraman va bu yerda pasport raqamini kiriting dedi. JSHR, ya'ni pasport ID karta orqasida 16 sayt, 18 sayt qanchadir kodi bo'ladi, uzun kodi bo'lishini kiritasizlar. Ikkinchi qatorga esa pasport seriya va raqamini kiritasizlar. AD balovatda shunday bo'lsa, o'sha hammasini kiritasizlar. Xo'p, telefon raqamiga esa o'sha akkaunt, ya'ni pasport egasiga tegishli raqam, nomida bo'lgan raqamni kiritib, SMS yuborish asosida bitta selfie qolib bo'ldi. Shu bilan avtomatik One ID ro'yxatga o'tasizlar. One ID birinchi ko'rayotganlar bo'lsa, bu O'zbekistonning rasmiy ro'yxatnomada turuvchi ilova hisoblanadi. Bemalol o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, men video pauza qilib, hammasi ro'yxatga o'tib, videoni davom etaman. Xo'p, ilovani to'liq o'rganib chiqdik, ro'yxatdan o'tdik. Hozir endi ilovaga kiramiz. Kirganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi sizlardan. Tepada mana ko'rib turibsizlar mumkin. Undan tashqari qo'shimcha ilovalar ham ishlayapti tepadan. Xo'p, bu yerda nima qilasizlar? Bu yerda hali to'lov to'liq ishga tushmagan. Hozir bitta-bitta tushuntirib o'tib ketaman tezda. Qaranglar. Xo'p, vazifalar bo'limi bor. Sizlar kuniga vazifa bajarib pul ishlashingiz mumkin. Mana vazifa bo'limi bor. Mana ko'rishlar mumkin. Daraxt ekishga hali to'lov lekin amalga oshgan ekan. Hali qo'lda to'lov qilinadi. Hozir mana bu yerni ko'rsatib olaman. Mana daraxt subsidiya beradi, ya'ni siz daraxt ekkaningiz uchun. Xo'p, mana bu yerda so'rayapti. Masalan, ko'chatlar soni 100 tami, 10 tami, 5 ta ekdingizmi yozasiz, daraxt turini tanlang deydi. Daraxt turini tanlaysiz, mana ko'rib turibsiz, to's, mana shunaqa tanlab, irajashni ek sanasi, ekkan kuningizni qilasiz va ekish joy manzilini yozasiz, hujjatnosiga joyigacha hujjat, keyin ekish joy fotosi, rasmini yuborasiz va pudrat shartnomasi, balovatda PDF fayl, bunga shart emas, ikkinchi qatori videosi. Xohlasangiz qo'yasiz, xohlasangiz qo'ymaysizlar.
Xo'p, bank ma'lumoti, bank nomi, izoh ixtiyori. Xohlaganingizni yozasizlar. Menimcha ko'pchilik bu holatdan foydalanmaydi. Eng asosiysi esa, xo'p, elektromobil dadangiz yoki kimdir yoki o'zingizmi, kimdir elektromobil minsanglar, mana shu ham lekin sizlarga foyda. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerga ma'lumot to'ldirasizlar. Ma'lumotlar polni to'ldirib, bank karta olib qo'yasizlar. Mana shu rasmlarni tashlab qo'yasizlar. Elektromobil minganingiz uchun unga ham qanchadir miqdorda pul to'laydi. Bu haqida ilova to'liq ishga tushsa, hali to'liq ishga tushmagan ekan, to'liq ishga tushgan ekan, bu haqida ikkinchi qism Telegram kanalimizga yoki YouTube kanalimizga ham chiqaramiz. Xo'p, eng asosiysi biz bu yerda keyin avtobusga ketganingizga ham pul to'laydi. Ya'ni avtobusga kirib, mana plastik kartangizda to'lov qilsangiz, bu Toshkentda ancha rivojlangan mana shu plastik kartachadan tekkizib o'sha joyni rasmga olib ona qilsangiz ham unga ham qancha miqdorda pul to'lar ekan, 100 so'm. Menimcha eng keraklisi bizga mana kuniga 10 ming qadam. Har kuni 10 ming qadam yurasiz, 3 mingmi qanchadir olasiz. Короче, 15 ball beradi. Siz xohlasangiz 10 ming qadam yuring, xohlasangiz yurmang. Yurganingiz, masalan, 10 ming qadam yursangiz, masalan, qancha miqdorda bu yerda ball berar ekan. Mana 10 ming qadam yursangiz, mana hozir men 100 qadam, 1 kilometr ham yurmaganman. Chunki ko'chaga chiqqanim yo'q. Mana shu holatda yurasizlar. Yurganingizdan keyin avtomatik o'zi hisoblab borar ekan. Google Fit hech qanaqa ilova kerak bo'lmaydi. Mana shu yerda yuraverasizlar, mana shu yerda hisoblab boraveradi. Mana masofa 588, kaloriya, qadamlar 772, 10 ming qadam yurasiz, sizga ball beradi. Faqat buni to'ldirishingiz kerak ekan. Uzr, adashib ketdim bu yerda. To'ldirishingiz kerak. 10 kilometr yurasiz, bo'ldi. Avtomatik sizga hisobingizga ball tushadi. Xo'p, keyin bu yerda natijalar bo'limi bor. Natijalar bo'limida hisoblab chiqaverasiz. Kalkulyator mana shu yerda hisoblab chiqaverasiz qancha miqdorda. Bu yerda o'zi tushunasizlar. Bu yerda keyin yangilash asosiy bo'limlari hali to'liq ilova ishga tushgani yo'q, shuni aytganimdek. Keyin bu yerda eng asosiysi mana bu yerda hamyon. Bizga asosiy baza bilan hamyon. Mana siz mana shu yerdagi ballaringizni, mana sizga ball beriladi. Ballaringizni keyin pul qilib yechib olasizlar. O'zini qanchalik kalkulyator hisob chiqyapti holi, to'lov jarayonida bo'lib chiqadi. Mana bu yerda almashtirish bo'limi bor ekan. Karta olib qo'yasiz mana. Texnik ishlar olib boryapti. Tez orada bu ishga tushadi ilova, to'lov bo'limi. Hozir hamma ball ishlaydiganlar, qadam yurganlaringiz hisoblab boraveringlar, yuraveringlar. Siz ro'yxatga o'tsangiz avtomatik shu ilovani internet yoniq bo'ladimi, o'chiq bo'ladimi, iloji bo'lsa yoniq bo'lishi kerakmi, bilmadim. Ya'ni o'zining datchigi bor ekan. Adashmasam o'chiq bo'lgan holatda ham menga hisobladi. Bemalol yuraverasizlar. Mana shu yerda karta ulash bo'limi chiqadi, keyin yuborish bo'limi chiqadi. Bu yerda qanaqadir bo'limi, to'ldirish bo'limi bor ekan, nima bu tarix bo'limi, pul chiqarish bo'limi. Mana shu yerda ball yig'iladi. Ballingiz o'zi asosiy mana shu yerda balansli hamyoningizga tushadi. Keyin o'sha ballni o'sha ulagan kartangizga yechib olasizlar. Eka hamyon bo'limi ham bor ekan. Bu yerda asosiysi eko ball bor ekan. Bu yerda qadam yurganingizga mana bu yerda eka hamyon. Menimcha boyagi vazifalardagi transport jamoat vazifalar, keyin mana daraxt ekish mashq bo'limlari mana shu yerga qo'shilar ekan so'm bo'lib. Mana bu yerda esa ball bo'lib qo'shiladi. Ballni o'sha aytgandek, o'sha joylarga pul yechib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, oila tarkibi texnik ishlar olib bormoqda, kommunal to'lovlar, elektr. Ha, aytgancha keyin kommunal to'lovga ham unaqa qilsangiz bo'lar ekan. Ya'ni siz ballaringizni kommunal to'lovga ham to'lov qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana sizlarga qanaqa imkoniyat. Bu menimcha tez orada ishga tushadi. Hali sentyabrgacha ham bormasa kerak. Ilova mana sekin ishlashni boshlayapti уже, lekin mana bu yerda siz qadam yurib ishlaganlaringizni ishlab olsanglar bo'ladi. Men hozir videoni pauza qilayda, men hozir biroz qadam yurib keyin ko'rsataman. Xo'p, do'stlar, men ko'chaga chiqdim. Bu yerda hozir uyda o'tirib, qo'lingizni silkitib yoki uyda o'tirib aylanib yursiz bo'lmas ekan. Uyni hovliga chiqishingiz kerak, domda bo'lmas ekan. Ko'chadan chiqish, uydan chiqishingiz bilan GPS avtomatik ishlab ketar ekan. O'shandan keyin hisoblab borar ekan ko'chada yurganingiz uchun. Bu ilovani aqlli ishlayapti, gap yo'q. Hozir mana hovlida yuryapman. Hisoblab boramiz, qani? Hisoblab boryapti lekin menda. O'sha 621 metr masofa. 815 qadam. Xo'p, 10 ming qadam ekan. 10 ming qadam yurishimiz maqsad 7000 metr ekan. 10 ming qadamimiz 7000. Mana yuryapman. Uje hisoblab boryapti. 636. Tak, 636, yana 642 bo'ldi. Mana shunday holatda bemalol ishlayverasizlar ekan akalar. Zo'r, menga yoqdi. Ilova menga pul to'lamas ham, men ishlatishni maslahat qildim. Ishlatishda endi ko'pchilik baribir pul uchun keladi. Xulosa bu ilova to'liq ishga tushadi, ya'ni to'lov bo'lmaydi, lekin hamma joylar ishga tushib bo'lgan. Buni asosiy joylari yordam bo'limlari ham bor. Bu yerda aloqa markazi qisqa raqamga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Asosiy puldan yechmas ekan bo'ldi. Menga yoqdi ilova. Xudo xolasa ilova pulga ishga tushish bilan bu yerda siz qanchadir qadam yursangiz, qolib ball berilar ekan. Telegram kanalimga o'tib olsanglar, Telegram kanalga hamma ma'lumotlarni tashlab turaman, bo'lmasam istoriyaga qo'yib turaman. Qancha ball berar ekan 10 ming qadamga. Bemalol yoki o'zlaringiz usulab qo'llab ko'rsanglar ham bo'ladi. Menga yoqdi ilova. Bugungi videoni shunday iboratda. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar, chunki shunga o'xshash foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Undan tashqari yana bir narsani aytib o'tib ketardim. YouTube kanalimizning asosiy bo'limiga kirsangiz, bu shu yerda o'shani bossangiz, bu yerda biz nakutga botimiz bor.
Uni xohlasa Nakut Kubotga kirsanglar, xohlasa nomer Telegram uchun virtual nomer olsanglar bo'ladi yoki Telegram, Instagram xizmatlariga Nakut ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari boshqa platformalarga ham. Do'stlar, sizlar yaqin daqiqalar ichida Boss Vlogs kanali bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.